2010-yili ishga tushgan Turkiyada va chet ellarda bir necha zavod bilan tijorat aloqasi bo'lgan shirkat oldingi Xitoy bilan bo'lgan tijorat aloqasini oxirlashtirdi. Buning bilan birga demak uskuna shirkati hamkorlashgan shirkatlarning va yurtdoshlarning qo'llab-quvvatlashiga erishdi. Xabar agentligining bergan axborotlariga asoslanganda, demak uskuna shirkatining Xitoy bilan bo'lgan tijorat aloqasini uzishi bilan birga Turkiyaning har qaysi joylaridan 10 dan ortiq shirkat Xitoy bilan bo'lgan tijorat aloqasini oxirlashtirishni qaror qildi. Shirkat boshqaruvchilari bu qarorni Xitoyning Sharqi Turkistonga zulm qilishga qarshi ekanligini bildirish uchun berganligini bildirdi. Demak uskuna shirkatining moderi Kadir Akanji, demak uskuna nomida Xitoyning Sharqi Turkistonga zulm qilishga qarshi ekanligini bildirish uchun tijoriy aloqamizni oxirlashtirdik dedi. Amerika Mudofaa Ministrligi Pentagon Turkiyaning F-35 uchqunchilarining Amerikadagi mashg'ining to'xtatilganligini uqtirdi. Pentagon vakili Adveris Turkiya uchqunchilarining F-35 mashq uchishi to'xtatilganligini, Turkiya ministrligi mo Turkiya uchqunchilarining ushmaydiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Amerika oldingi kunlarda F-35 mashqi uchun Aruzina va Floridadagi 42 turk askarni chegirdan chiqarishni qaror qildi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif Tehronni idora qilish hech qachon Amerikaga ehtiyoj tushmaydiganligini va davlat bilan munosabatni yaxshilash ko'yda emasligini dedi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Ironga qarshi qilganlarni iqtisodiy terrorlik degan Zarif Washington hukumatining buni oxirlashtirish kerakligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalarga yordam fondi Yamanda homila va tug'ut sababidan her 2 soatda bir ona va 6 bovoqning qazo qildiganligini uqtirdi. Birlashgan Millatlar yordam fondining uqtirishida Yamandagi urush yillarning bovoqlarni ojizlashtirib o'tganligi va ayollar tug'utlarining intayin xatarlik ekanligini bildirdi. Urush sababidan Yamanning O'rta Osiyoning eng kambag'al davlatlarining biri bo'lib qolganligi qaraganda, onalar va bovoqlarni Yamanda eng ojizlagan guruhda Eğer ayak analarını tug'ishni qolaylashtirish uchun qilgan ishlari butunlay vayron bo'lish oldida. Davlatda homila va tug'ilayotgan bolalar tufayli har 2 soatda bir ona va 6 bovoq hayotidan ayrilmoqda dedi.